Inson o'zini qachon chinakamiga baxtli his qiladi, qachonki qadr, e'tibor topganida. Yangi O'zbekistondagi islohotlar, yangilanish va o'zgarishlar sabab avvalo xalqimiz baxt va qadr topayapti. Mamlakatimizda prezident tashabbusi bilan muqaddas islom dinining an'ana va qadriyatlarini asrab-avaylash, yurtimiz musulmonlariga shart-sharoitlarni kengaytirish bo'yicha tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. Davlatimiz rahbari tomonidan elu yurt koriga yarayotgan 100 nafar fidoyi vatandoshlarimizning prezident hojisi sifatida hajga jo'natilishi ham ana shu sa'y-harakatlarning yana bir amaliy ko'rinishidir. Avval xabar qilganimizdek, prezidentimiz el yurt koriga yarab kelayotgan 100 nafar fidoyi yurtdoshimizga muborak haj yo'llanmasini taqdim etgan edi. Prezident hojisi sifatida muborak haj amallarini bajarishga muyassar bo'ladiganlar davlatimiz rahbarining ushbu yuksak e'tiboridan hayrat va hayajondalar. Hududlarda prezident tomonidan taqdim etilgan haj safari yo'llanmasi o'z egalariga tantanali ravishda topshirilmoqda. Davlat rahbarining nazariga tushganlar orasida 7 nafar surxondaryolik ziyoratchilar ham bor. Abdukarim Ahmedov ham ana shunday e'tirofga munosib ko'rilgan yurtdoshlarimizdan biri. U kishi uzoq yillar davomida O'zbekiston kasb uyushmalari federatsiyasining Surxondaryo viloyati kengashi rahbari sifatida ishchi xodimlar manfaatlarini himoya qilish, aholi farovonligini ta'minlash va jamiyatda ijtimoiy hamjihatlikni mustahkamlash yo'lida samarali faoliyat olib bormoqda. Sidqi dildan qilgan mehnatlar munosib qadrlanib, unga ham prezidentimizning muqaddas haj safari uchun berilgan yo'llanmasi tantanali ravishda topshirildi. Dunyodagi eng baxtli insonlardan biriman. Respublikamizda 100 nafar prezident hojilari qatorida bo'lish nasib etdi. Muhtaram prezidentimiz butun hayotlari davomida insonparvarlik, insonlarga nisbatan mehribonlik ko'rsatib kelyaptilar. Muqaddas haj safariga borib, muqaddas joylarda xalqimizni tinchligi uchun, farovonligi uchun, muhtaram prezidentimizni sog'liklari uchun, uzoq umr ko'rishlari uchun albatta duoda bo'lamiz va butun xalqimizga omonlik tilaymiz. Haj safaridan qaytib kelgandan keyin mana shu muhtaram prezidentimizni olib borayotgan mana shu xalqparvar siyosatlarini aholi o'rtasiga tushuntirish ishlarini olib borishga kuch-g'ayratimizni hammasini sarflaymiz. Prezident hojisi sifatida haj safariga borayotganlar qatorida O'zbekiston xalq yozuvchisi Muhammad Alining ham borligi ko'pchilikni quvontirdi. Davlatimiz rahbarining bu ehtiromidan 84 yoshga qadam qo'ygan sevimli adibimizning qalbi tog' qadar yuksaldi. Prezident tomonidan muqaddas haj ziyoratiga yuborilayotganlar orasida 6 nafar andijonlik baxtiyor insonning bittasi xo'jaobodlik Muhammadjon Yo'ldoshev bo'ladi. Uning fayzli xonadoniga tashrif buyurgan mutasaddilar bo'lajak hojiga prezident yo'llanmasi va sovg'alarini tantanali ravishda topshirdi. Prezidentimizga rahmat, menga shunaqa sovg'alarni berib, haj safari bu katta sovg'a, sovg'ani ham eng kattasi. Uchun tinch bo'lsin, salomat bo'lsin, bizning baxtimizga prezidentimiz yuzga kelsin. Asakalik Abdulbosit Abdumajidovning ham halol mehnatlari elu yurtga qilgan yaxshiliklari inobatga olinib, prezident tomonidan haj safariga jo'natilmoqda. Bunaqani hech kutmadim. Mana birdaniga shunaqa xabarlar bo'lib qoldi. Juda xursand bo'ldim. Prezidentimizga rahmat. Xudo xolasa, ularning haqqiga duo qilib, hammasini umrlari uzoq, rizqlari ulug' bo'lib, uzoq yillar yana ishlashiga Allohim o'zi nasib qilib qo'ysin. Ana shunday baxtiyor insonlardan biri Bo'stonliq tumanida istiqomat qiluvchi Nig'matilla ota Mamatov. Endi ichki iqtisodlarimiz gapini bir og'iz so'z bilan ta'riflash qiyin. Va shuni biz agar loyiq ko'rgan ekan prezident bizga yana bir rahmat aytaman. Prezident qo'shi bo'lish juda katta mas'uliyat yuklaydi bizga. Avvalambor har doim borganimizdan to kelganimizcha duoda bo'lamiz. Shu haj safarini amalga oshirib qaytganimizdan keyin yana bir bor xalqimizni xizmatida bo'lamiz. Boyovut tumanidagi Ziyokor mahallasida yashovchi ko'p yillar ta'lim sohasida samarali mehnat qilgan fidoyi ustoz Nazokat Ermatova ham davlatimiz rahbari tomonidan ajratilgan haj safari yo'llanmasiga munosib ko'rildi. Qalbimda tubida yotgan orzuyimni bugun muhtaram prezidentimiz amalga oshirib turibdi. Shu respublikamiz bo'yicha 100 nafar prezident hojilariga haj safarini yo'llanmasini berar ekanlar. O'shani bittasi men bo'lganimdan cheksiz boshim osmonga yetyapti. Oddiy bir o'zbek ayoli kamtorona mehnati shunchalik qadrlanganidan nihoyatda xursandman. Bundan tashqari prezidentimizning e'tibori, mehribonligini qarangki, hattoki bepul yo'llanma bilan birga mana shunday sovg'a salomlar berib, haj amallarida kiyila turgan barcha
kiyim-kechaklarni ham bizga taqdim etyapti. Buning uchun yana bir bor prezidentimizga minnatdorchiligimni bildiraman. Albatta, haj amallarini bajarayotgan paytda avvalambor prezidentimga doimo sog'ligi mana shunday mustahkam bo'lib, xalqiga bosh qosh bo'lib yurishiga duo qilaman. Yana bir bor prezidentimizga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Prezidentimiz nazarga tushgan 100 nafar bo'lajak hojilarni poytaxtimizdan muqaddas manzillarga tantanali kuzatish tadbirlarini o'tkazish rejalashtirilgan. Bu haqda kelgusi dasturlarimizda batafsil hikoya qilamiz.